Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan har doimgidek Po'lat. Bugungi video sal boshqacharoq boshlanyapti. Birinchi marta bunaqa video qilishim. Bugun men sizlarga o'zimni Redux'im, Gampakim, Soundpack и ikkita yana o'zim yasagan чисто o'zbekskiy vibe demo'nkalari beraman, ko'rsataman, yoki obzor qilib beraman. Qanday tushunsalar tushunaveringlar. Ko'ringlar, yoqsa sizlar ham o'ynanglar. Unatib bular hamma faylini ekranlarida chiqib turgan Telegram kanalidan olishlaring mumkin. И pashol nahvoy. Tak, bolalar, bu birinchi bizni kiyimimiz. Bunaqa qora rangda, hozir men sumkani ichib ko'rsataman. Вот такой shunaqa, orqasi чисто o'zbekskiy vibe, bayroq. Tak, oldida shunaqa ko'nkali, chap tomonda o'zbekskiy, bu tomonda Po'lat yozilgan. Вот такой shunaqa birinchisi чисто o'zbekskiy vibe. Endi ikkinchisi oq. Buni oldida shunaqa dupli brat, ikkita yonda o'zbek yozilgan, и orqasida Husanov 45 yozilgan. Tak, shunaqa bunaqasi. Ikkalasi ham pul yabishniga yozgan mumkin bo'ladi. Qorasini olsalar oqqa, oqini olsalar ham qoraga zamonga bo'ladi. Потому что yadal bo'yab to'g'rilanmadi bunisini. Tak, shunaqa zamonga. Endi buni har doim o'yinda o'ynamaysizlar-ku. Bu WhatsAppga o'ynasalar ham bo'ladi. Tak, dress code qilib. Ya'ni izlatib o'tish kerak. Buni faqat o'zingizga ko'rinadi, boshqa odamlarga bunaqa ko'rinmaydi. Pul yabishnikda oddiy magazinni sotib olsalaring bo'ladi. Buning ham fayli mana Telegram kanalimda. O'zgartirdim o'zimni, atrofim yoqmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zim oqlaganda. Yillar o'tib borgandim, ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Qaniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda. Ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim usholmaydi. O'zing ko'taril yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan dimiqab yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangdan. Men kurashaman oxirigacha, borim tikkanman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni o'zgartir boshlab shu xonadan. Gapni chekiyo, xohlasang shu yerda qol, bahona bor senga, bahona bor senga. Lekin yurganniki-yo, dunyodan haqqingni ol, bu xona tor senga. Sen yolg'izmassan, orzuing bor sen, bekorchimassan, o'z mavzuing bor sen. Aniq maqsad va makoning bor sen, harakat qilsang olov kabi qoning bor sen. Sen yolg'izmassan, orzuing bor sen, bekorchimassan, o'z mavzuing bor sen. Aniq maqsad va makoning bor sen, harakat qilsang olov kabi qoning bor sen. Qayerda bo'lsam-da musofir yo talaba, men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilish, sal ko'proq bilishga, ishni yaxshiroq qilish. Bu meni qonimda yurish, mayli ba'zan qoqilish, yiqilsa yana turish, o'zimga kelajak qurish. Bu meni qonimda emas, kunni bilan olish, kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'ch olish, harom haq olish. Хуйсосный. Давай, tush buraya bak, tush. Давай. Qonimda emas, kunni bilan olish, kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'ch olish, harom haq olish. Juda И что? Вот birga bor. И что? Nima bo'ldi? bor sen, aniq maqsad va makoning bor sen.